Barcha salom do'stlar. Sizlar bilan men Naked Minecraft. Xush kelibsiz mening yangi videomga. Biz bugun imperiyamizni yanada kuchaytiramiz. Xo'sh, men yo'qligimda nimadirlar sodir bo'libdi, bolalar ko'payishibdi va mana o'ylaganimdek xat kelibdi va hozir bizga yangi uy kerak. Tushunarli. Bu taklifingizni o'ylab ko'rdik va hoziroq uy quramiz. Rostdan ham do'stlar, bolalar ancha ko'payishgan, uylar yetmayapti va narigi qishloqlarga ham borib kelishim kerak. Buni esa dengizga tashlab yuboramiz. O'zi oqib ketadi. Dengizning suvi baribir sho'r, ichib bo'lmaydi. Va anavi nima bo'ldi yana? Hozir borib ko'ramiz. Oldin buni tashlab yuboraylik. Har ehtimolga qarshi qilich bilan boramiz. Nima? Zombi piglinlar? Voy la'nati, meni urishni boshladimi? Men hali ularga tekkanim ham yo'q-ku. Yo'qollaring la'natlar. Bu ularning bazasi menimcha. Mana bu tarafda brezlar ham bor. O oltin tushkulardan ajoyib. La'nat o'q ham yo'q ekan. Shu paytda o'q qolish esdan chiqibdi. Voy la'natchi. Qoch! La'natchi. Ular anchagina xavfli. Qoch endi. Endi qoch. Yaxshi, birinchidan ularni o'ldiryapmiz, la'nati. Meni shu yerdan ham mo'ljalga olishyaptilar. Voh, la'nati, suv. Yaxshi, hozir ularga ko'rsatib qo'yamiz. Aylanib borib turib, kutilmaganda zarba. Voy jonim. Yana bitta pigmin kelib qolibdi. Voy, yo'q. Do'stlar, eplab tirik qoldi bu la'nat qarobchilar, billa. Mayli, hozir ularga ko'rsatib qo'yaman. Attiga ikkita jonim borligini ko'rmabman. To'g'ridan to'g'ri hujumga o'tishni noto'g'ri sandiqlar ham bor ekan. Qani bu yoqqa kel. Bo'ldi. Oxirgisi ham tamom. Ana endi sandiqlarni ko'rsak bo'ladi. What the fuck? Ajoyib do'stlar, bu yerda olmoslar bor ekan. Qanday yaxshi do'stlar. Bizda endi olmoslar ham bor. Bizning davlat endi boy davlatlarga kiradi. Bu yerda ham bor ekan. Ajoyib. Buning tagida sandiq bor bo'lsa kerak. Afsuski yo'q. Nimaga shu yerga sandiq qo'yishmaydi? Va biz adga ham bora olishimiz mumkin. At ham ajoyib bo'lsa kerak. Bu yerni buzmaymiz. Hali bu yerlarga kelamiz. Ajoyib. Oddiygina qog'oz tashlashga chiqdim-u, ammo juda ham ko'p boyliklarga ega bo'ldim. Ana endi mening o'ng qo'limni topishim kerak va birgalikda bank quramiz va uy ham qurishimiz kerak. Xo'p do'stlar, kanalga do'stlar, shu joyda videoni to'xtatib obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosib qo'ying. Sababi kanalimizni 99% odam obunasi ko'radi. Meni sizlar uchun qanchalik mehnat qilib, harakat qilib video chiqaryapman. Iltimos, hozir kanalimga obuna bo'lib qo'ying. O'ylanib eshik ochib qolishim bo'ldi. Jetel barchasi joyidami? Ha. Xo'p, mayli. Ana endi esa o'ng qo'limni topishimiz kerak. Shundami? Yo'q.
Qayerga ketibdi ekan? Har doim qayda daydib yuriydi-da shu. Jitel! Oq Jitel! Unga do'stlar, uning ismi Oq Jitel. Va yana bitta do'stim ham bor. Salom do'stlar, Oq Jitel yo'qmi? La'natda qayerga ketibdi? Narigi qishloqqa ketib qolibdi u. Voy, hammaylar usiz ham ana endi daraxt chopishimiz kerak va nima qilardik? Albatta bank quramiz. Mana do'stlar, ozginagina tosh ham yig'ib oldim. Ana endi qaytsak ham bo'ladi. Bu yerga boshqa safar tushamiz, hozir emas. Va bu yerdan tashqari yana bitta konimiz ham bor. Va bizda 1 staku 5 ta tosh bor, yetadi. Xo'p do'stlar, bularni bilan biz albatta seyf qursak bo'ladi va bank. Seyf va bank quramiz. Va bu yerdan ozginagina daraxt olib olsak bo'lar edi. Yaxshi bo'lardi, xo'sh. Ancha katta daraxt ekan, ammo buzib olamiz. Oxirigacha buzolmaymiz, afsuski. Bizga ozginagina daraxt ham yetib ortadi. Va bo'ladi. Shu daraxtlar bilan ham qurib olsak bo'ladi. Xo'sh, qani olg'a. Qishlog'imizga kirib olamiz. Ya'ni mening imperiyamga, Diker imperiya. Do'stlar, kanalimning odini, ya'ni kanalimning ismini o'zgartirmoqchiman. Diker uncha ham mos kelmayapti. O'zgartiraymi yoki yo'q? Buni o'zingizdan so'rab qolaman. O'zgartirishni istasangiz kommentariyaga yozing. Va do'stlar, Worldbox o'yinini ham o'ynaymi yana yoki yo'q? Worldbox o'yinida qatnashish istasangiz kommentariyaga yozib qoldiring. Men javob yozib qoldiraman. Sizlarni ham qatnashtirishimiz mumkin. Xo'sh, la'nat bitta xato bo'lib ketdi, hammayli. Qo'lim qiyshiqda mening. Xo'sh, mana endi bu yerda juda ham qo'lim qiyshiq ekan do'stlar. Men shu vaqtdan sezmagan ekanman. Kimda qiyshiq qo'l bor, menda qiyshiq qo'l bor. La'natli qiyshiq qo'l bildi. Ana endi bu yerga bir amallab qo'yib olsak bo'ldi. Yaxshi. Xo'sh, bu yerda yopamiz. Mana bu yer bizning birinchi darajali bankimiz bo'ladi. Bir blok ko'p bo'lib ketdi va ana bu. Xo'sh, to'g'ri qurgan ekanman. O'zim xato qilibman, ha mayli. Bu yerlarni yopamiz. Bankda oyna bo'lmasligi kerak. Qaysi bankda oyna ko'rgansiz? To'g'ri, banklarda oyna bo'ladi, lekin bu yerga turistlar kelib qolsa, shunchaki bankda hech kim qo'riqlamay o'tir, tezda o'g'irlab ketishadi. La'nati, tosh yetmay qoldi. Yana qazgani boraman. Mana do'stlar, bu yerda qurib oldim. Mana kondan men mana 2 staku 36 ta tosh qazdim va mana bu oxirigacha bitkazdim, zina yasadim va 1 stak tosh qoldi va mana bundan 1 staku 16 ta qazdim. U vaqtdan, ya'ni daraxtdan va bundan
Bir staku 16 ta kazdim, 16 ta daraxtni maydaladim mana. Qolganini mana shu toshda qo'ydim va ana endi uy quramiz yigitlarga. 2 qavat uy. Voy mening qo'lim qiyshiq. Shu qish qoldi, biron nima qilib qo'yaman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Yetadi. Voy la'nati. Pullarni ham joyiga qo'ymabman va bu yerdan qanday qilib chiqaman? Hop. Ozginagina jonim ketadi ekan, hech qisi yo'q. Pullarni ana endi qo'yamiz o'z bankimizga. Yaxshi. Ana bo'ldi. Bu bizning bank. Va o'zim bilan suv olib olsam bo'lar edi. Bu la'nati kamonning o'qi yo'q ekan do'stlar. O'q yasasi peshdan chiqibdi va mening qishloqimda monster nima qilyapti? Qayerdir yorug' emasdi. Mana shu yerda yoritamiz. Bir pakir suv olib olamiz va buni qo'yamiz. Va kamonni ham qo'yamiz. Jonga tegdi shu kamon. Suvni olib oldik. Voy billi, sizlar boyadan beri nima qilyapsizlar? Xo'sh, bu yerdan asta-sekin qo'yib kelamiz. Va bu yerdan yana 8 ta. 1, 2, 3, 4. Do'stlar, videoni biroz to'xtatdim. Xo'p do'stlar, mana biz qurib bo'ldik. Qorni kattalarning uyidamiz, ammo yashasa bo'ladi. Xo'sh, mana birinchi qavatda shu narsalar bor va ikkinchi qavatda faqat uxlash uchun joylar. Xo'p, mayli. Ana endi ancha odamga joy yetadi. Va yana bolalar tug'ilsa ham bemalol joy yetadi. Xo'p, ana endi narigi qishloqlarni bir ziyorat qilib kelsak bo'ladi. Va bo'ldi. Xush kelibsiz hukmdor, xush kelibsiz hukmdor. Nima? Bu yerga qizil gilamlar? Xush kelibsiz hukmdor. Xush kelibman. Ha, endi siz bizning hukmdorimizsiz, Sahir? Ha. Urra! Va nihoyat o'sha qari choldan qutulgandik. Ha, kecha qutulgandingiz. Sizlar endi eshitdingizmi? Ha, hukmdorim, biz endi eshitdik va sizning kelishingizga shunday gilamlar tuzib qo'ydik. Rahmat. Salom Jidil. Salom hukmdorim. Xo'sh, demak buning barchasi men uchunmi? Ha, hukmdor, sizni tabriklaymiz. Yangi hukmdor bo'lgan uchun rahmat. Do'stlar, ular hali endi eshitishibdi va bundan xursandlar. Avvalgi chol menimcha yomon bo'lgan. Mana bayroqlarni o'rnatishibdi. Yaxshi. Xo'p, bu yerdagi jitillar menimcha sal pakashroq. Ularga yordam berishimiz kerak. Xo'p, mayli do'stlar, shu yerda videoni to'xtatamiz. Ertaga yangi video chiqadi. Do'stlar, kommentariyaga yozishni unutmang. Agar siz ham Worldbox o'yinida menga qarshi jang qilishni xohlasangiz, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Men sizga qarshi jang qilaman. Xo'sh, barchaga xayr-unda do'stlar.